Erazildagi qadrli ko'rmanlar yaxshi turdinglarmi? Huzuringlarda bo'layotgani Beijing Ipak yo'li o'mlik madaniyat taraqqish guruhi ishlashni o'z ustiga olgan o'mlik sadosi programmasi. Men program riyosatchisi Mahin Rozi. Bugun albatta bu program orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligim mening xursandligim. Xo'sh qadrli ko'rmanlar, biz bugungi programmamizga intayin aziz bir mehmonni taklif etdik. U bo'lsa Abdunum rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining a'zosi, kinochilar jamiyatining a'zosi, Xinjiang radio kino televiziya teatrining davlatlik birinchi darajalik ovoz artisti, atoqli naqshchi, talantli aktyor Gulbahor Ro'zi xonim. Qarshimanada xush kelibsiz. Xush kelibsiz Maynur singlim, yaxshimi? Yaxshimi da. Oldi bilan ekran oldiga ko'rmanlarga bir salom yo'llaysiz. Salom ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Men o'mlik sadosi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursand bo'ldim. Didor g'animat. Shunchalik meni faxrlantiradigan bir savol borchu. Mahin Ro'zi yaxshimisiz? Gulbahor Ro'zining singlisimiz. To'g'ri. Men aslida ben qo'shib ketgan bu gapni anglabchu, sizga o'xshash qalbi go'zal, nayt iqtidorli bir adamizniki singlisi deb qarag'anligida men qo'shib ketman rasni eshitdim. Shu menga shunday dedi, Maynur Ro'zi bilan sizlar och singlimi deb, ha deb javob beraman. Men ha deyman. Chunki sizdan bak faxrlanaman, sizga singlim bo'g'ini. Bak yaxshi. Rahmat eda. Endi boya men tanishtirgan chaqda bir qator so'zlar bilan tanishtirdim. Chunki mayli naqshchilik sohasida, mayli ovoz artistlik sohasida, undan boshqa yana aktyorlik sohasida ham o'zingizniki talantini joriy qildirib kelyapsiz. Ana shuni so'rab baqqim keldi. Tunji qatim rol olgan filmingiz qaysi? Kino studiyasining artist tanlab shuningga Sayib Jamolning o'limi. Mushunda meni Didakning roliga tanladi. Tunji kinoga qatnashib, san'at hayotim mushundan boshlandi desam bo'ladi. Bu sizning nozik vaqtlaringizda. Shu. U vaqtda endi kinolar qatnash degan qandoq bo'ladi? Qandoq bo'lganida deb bizning adanglik artistlar rol olgan ekan. Shundoq bo'lsin, men shundoq tirishib bu Didakning rolini hali muvaffaqiyatli o'rlab chiqandim. To'g'ri. U film bizga ajoyib ta'sir qilgan filmlardan. Shundoq. Undan boshqa keyin mushu televiziyada sizning mushu filmning bosh naqshini aytganligingizni ko'rib qoldim nada. To'g'ri. Bu shu vaqtlarda men kichik bo'lg'achqa mushu Sayib Jamolning o'limining naqsi mush quloq tuyimdir jaranglaydi. Vang aytib, kichik aytdim-da. Keyin menga mushtaq fursatlar bo'lib, mushtaq Xinjiang televiziya stansiyasining mashrab programmasida mush naqshini o'rlab chiqdim. Bugun albatta mush bir kuplet aytpamsiz unumayman. Hech taqma. Beşiralik naqshada bir anglaylik. Mayli amsa. Mening bu qalbim sudim pakiz, beg'ubar osmon xiyolim cheksiz, zarlik rumolim so'ysa yuzimni, men go'yo yumron yupurmoqdek qiz. Rahmat eda, rahmat. Shu filmni bir eslab chiqdim men. Shu vaqtlar esim kelyapti meningmi. Nechinchi yillarda edi bu? 85-yili. 85-yillarda sizning aktyorlik hayotingiz bu film bilan boshlangan. Undan keyin bir qator filmlarda rol oldingiz, xudayma. Men muqam bilan o'tgan hayotda shu bosh rol Rahmonning ayoli Almaxonning obrazini yaratdim. Salbiy obraz. Buni o'rlagandim hamda bak salbiylik obraz bo'lgandan keyin buni bak oshirib etsam, teqi bo'lmaydi. Mandaqroq o'ynasam, mijiq bo'lib qoldi. Ishkilib o'zimni qattiq tirishdim. Chunki mandaq dangliq san'atkorlar bilan rol o'ynamoq tas bo'ldi ekan. Shunchalik tirishdim. Bu film qo'yilgandan keyin ko'rurmanlarning yaxshi bahosiga erishdi. Asli kasbingiz nima edi sizning? Asli kasbim men aktyor bilan naqshi tarbiyadan. Keyin qo'shimcha satami o'rgandim dedim san'at maktabda. Ish qilib bir qator dutta chelish, satar chelish, gitar chelish degandek o'shundoq o'zim san'atni bak yaxshi ko'rgandan keyin shuningga bir o't bor ichimda. San'atga munosabat san'at boqdi. Har qanday qish bo'lsa yonmayman-ku. Unda o'z bugunmi yonmaydi ya. Nahmeda naqshingizni birini anglamdi qoldi bilan. Ashtaqma? Anglayli. Shu
men endi ösüp yetilishimdilam uyning to'rida bir dutta asirliq turadi ekan. Dadam dutta chaladi ekan. Men biz ziyoli oilasida tug'ilib cho'ng bo'ldim. Qachon qarsam dadam ishdan kelib dutta chaladi. Men ingidan chiqmay shu bir dutta ishtiyoq bilan duttani bek kichik o'rgangan 14 yoshlarga borganda men xalq naqsim xili yomon emas etadigan darajaga yetgandim. Shu vaqtlarda men bunda qoro joylarda cho'ng bo'lg'ashqa meni mishta qorodikilar kechgacha men daraxtga yomish yo'lib naqsh etishni yaxshi ko'rardim. Yuqorga chiqib etatdim qilsam mening qo'lim qo'shlarim mundaq bilsam cho'nglar mush qiz cho'ng bo'lsa cho'qim yuqor o'rinlarga berib ishlaydi. Qachon qarsa daraxtning uchi qarab daraxtning uchiga chiqib olib naqsh etadi deydi. Haqiqatan to'g'ri debdikan. Men shu Abdunurayning shundaq cho'ng sahnlarida, masalan Qurbonit, Rozayt, Mashrab programmalarida degandek, hozirgidek mustaq o'mlik sadas programmalarida taklif bilan shundaq qatnashyapman. Mush munosabat bilan shundaq sharoitni yaratib bergan. Men tug'ib cho'ng qilgan ota-onamga, xizmatdoshlarimga, aziz xalqimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Sizlar bo'lg'ashqa mening bugünkidek kunim bo'lgan deyman. Shu vaqtlarda qachon qarsam mush naqshni aytatdim. Shamishagi don ketgan Qashqaning onori bor. Qashqaning onori bor. Anjiri ajab shirin ko'ngillik bahari ba. Rahmat. Unda bo'lsa, ana shu uyning to'rida esliq turgan dutlarni qo'lingizga bir olsangiz. Dutlarlik naqshini birini anglaydi edi. Bo'ldi, unda bo'lsa, naq maydondagi ko'rurmanlarga o'g'lim Kamran bilan birlikda Tashna degan naqshini o'rlab bersam, yoqtirib anglaysizlar. Bo'ldi, ada, qani, marhamat. Eti valay yürek sözümni
muhabbet nime dostlarım kim düşmenin kim oylanıp yetti aldanmayan düşmanlarning yolg'on so'ziga vafodorlik muhabbatning turiga bilsam kutay seni bir umr tashna yo'lingga yaşaylı bu dünyada şıklıysak gülsek kütey seni bir ömür teşna yolunga tan yaşaylı bu dünyada şıklıysak bu dünyada şıklıysak gülsek Rahmat canımadan nimda chiroyli naqsha bu. Ondan keyin men hozirgacha bunchalar cho'ng o'g'lingizning borlig'ini bilmaydi ekanman. Nurg'un Kamron cho'ng so'raydi. O'g'lim san'at maktabini bitirib, avtonom rayonlik opera o'maki taqsim qilinib, shu yerda ishlayapti. Albatta, Kamron menimcha uzoqqa bormagan vaqt ichida o'zining kasbida cho'ng natijalarni qozona oladi. Chunki qanday bormas bor. Shundoq. Gitarni nihoyat chiroyli chaldi. Men bu talabni yuqori qo'yaman. Bolam naqsh ayta oladi, gitar chala oladi, aktyor rollarni alalaydı, to'g'ri. Shuningga ham tirsa, cho'qim yaxshi natijalar kutib turdi deb o'ylayman. Ko'p qillik tarbiyani chiqadakchimu. Rahmat. San'at oilasi haqiqatan sizlardan faxrlanamiz dedi. Ovoz artistlik xizmatidan shug'ullanayotgan qanchalik vaqt bo'ldi? Ovoz artistlik kasbiga shug'ullanganlar bu yil men 32 yil bo'libdi. Ovoz artistlik kasbini men intayin bak yaxshi ko'raman. Buningda 32 yil jarayonida o'xshamagan personajlarni salbiy rol, ijobiy rol, qo'shimcha rol, cho'ng kichik demay shunday personajlarga ovoz berib, ko'rurmanlarning huzuriga sungan bo'ldim. Ko'rurmanlarmi nurg'un xatlarni qoldirib, nurg'un takliflarni berib, mening ovozimni yaxshi ko'rganligini aytib turdi. Men intayin xursand bo'lman, xalqimdan bak rozi. Ko'rurmanlarimiz his qilyapti hozir. Yiliq filmdagi ash ovoz shu deyishyapti hozir. Adam shu 32 yillik ovoz berish hayotingizda ijobiy rollar ko'prakmi, salbiy rollar ko'prak? Men ham salbiy rollarni ko'proq yoritaman. Menimcha salbiy rolga ovoz bermasdan salbiy rolga ovoz bermak haqiqatan qiyin. Ovoz bergan vaqtda uning obrazni yaratmasak da bo'lmaydi. Yili vaqirayotgan, yili yig'layotgan, yili shunda bo'lgandan hatto boshlarim qiyib ketadi-ku salbiy rollarni bergan. Lekin qo'yilgandan keyin xalqimiz garchi tillab turib ko'rsimi, muvaffaqiyat bo'pti, yetibdi deb o'zim rozi bo'laman. To'g'ri. Shuningga Qashqar televiziya stansiyasida ishlabdiman ayni vaqtida. Keyin avtonom rayonlik televiziya tarjima markaziga yetkilib keldim. Shu jarayonda masalan To'kmat degan filmda buningdimi Lidiyaning ovozini beribdiman bosh rol. Matilda degan opposite salbiy rolni beribdiman bir vaqtda. Ana bola ikkisiniki qaynapa, birisi qaynapa, birisi kelin. Shunday beribdiman, u muvaffaqiyatli bo'lib, bizningki Qashqar televiziya stansiyasining tunji shu filmda shunday muvaffaqiyat qozongan hamma artistlar shunchalik yaxshi yaratgan obrazlarni. Amniyat men o'ylayman.
Mush o'zingizniki mijoz xarakteri, mush gap so'z qilgandiki sizniki talaffuzungiz jonliq holatingiz filmdagi shu mayli salbiy bo'lsin, mayli ijobiy bo'lsin, jonliqlikni, texnik obrazni texmi yaratib beralaydi deb o'ylayman. Texmi yaratib bergan deb o'ylayman. Chunki bu mijoz xarakter obrazni singishir ekan emas. Shundoq. Endi Haliqdek ba'zilardek shunchalik ochig'im yomonmidi deb o'ylab ketaman, lekin unchalik ochig'immi yomon emas, ochig'immi yo'qmi emas endi. Zahrim bo'lish kerak artistniki. Shuningga ko'pincha salbiy obrazlarni yaratib qolaman. Aktyorlik sohasidami, endi o'zim shuningda o'qigandan keyin aktyorlik kasbini ham joriy qildirdim. Buningda masalan Qurbon aytib o'ynash deymiz, ro'za aytamiz, mashrab programmalardan nurg'un etotlarni o'ynab chiqdik. Buningdimi cho'ng onaning obrazini yaratdim, salbiy obrazini yaratdim. Shuningda har holda ish qilib muvaffaqiyatli bo'ldi o'rinlagan rolim. Menimcha, men mushu kasbimni yaratqachqa shunchalik diqqat qilmadi. Har bir yaratgan obrazingizchi haqiqatan shu odamning uygularga berib ketganjimi? Bak yaxshi ko'rmadi. O'zim bak tirishman, chunki endi men san'at maktabining san'at sinfida o'qigan bo'lganligim uchun u vaqtlarda sharoitimiz faqat yaxshi emas. 40 o'quvchi qabul qiladi-ku. 40 o'quvchi qabul qilgandan keyin buning ichida aktyormi bor, muzikantmi bor, usulchimi bor, hammamiz o'pchilar o'qigan bo'lgandan keyin masalan umuman madaniyat darslarini o'pchi anglaydik. Bunda bo'lgandan keyin bizning sharoitimiz faqat yaxshi emas. Aktyor darslarni o'tganda hatto yotoqlarga kirib o'tadi-da. Shuningga endi yaxshi o'qigan bo'lsam-mu, masalan, lekin endi to'liq yuqori o'rinlarga berib o'qiyolmaganligim uchun men shunday dangliq san'atkorlar bilan etot o'ynash nurg'un fursatlar kelgan vaqtda boshqadan 5 qatim o'ynasa, men 10-15 qatim uyga berib shunchalik tirishiman. So'zlarni shunchalik deyman. Qayta nimishqa deganda, mushu obrazni yaxshi yaratolmay qolsam, boshqa san'atkorlarga ta'sir bo'lib qolmasin deb shunchalik tirishiman, lekin oxirida muvaffaqiyatli chiqdi. To'g'ri. Ko'rmanlarimizmi his qilib yetdi, o'zingizga qo'ygan talabni bak yuqori qo'ydik ekansiz. Talabni bak yuqori qo'yman, o'zim bak astoydil. Meni bir programma va yoki bir kechiliklar taqsim qilinib qolib qolsa, mayli kiyim jihatdan bo'lsin, mayli har qanday jihatdan bo'lsin, men nayt astoydillik bilan shunday muomala qilaman. Etot o'ynaydigan deb bir programmaga chiqib qolib qolsam-ku, men uyning butun dasturxonlaridan tortib narsalarni men tayyorlab ko'tirib chiqaman. Hatto naqsh urilgan artistlarga hatto oyoq deysiz kiyim kechak bo'lsa, yo'ldishimning narsasini achib birib mushundaq o'rlab kelgan yerlarim bormi? Shuning uchun mana sahnalarda san'at ichimda bir o't kuydi. Shuning uchun mana sahnalarda eng go'zal holatda jilvalanyapti sizda. Shuning uchun eng zo'r shon sharaflarni qo'lga keltirdingiz deb o'ylayman. Gulbarada ko'rmanlarga ma'lum bo'lgandek, boya biz ta'riflab o'tgan ana shu iqtidordan boshqa yana biz naqshchi deb tunib kelayotgan atoqli san'atkorimiz. O'ziniki go'zal naqshlar bilan sahnalarni bayitgan Gulbarada. Unda bo'lsa navbatda yana bir naqshingizni bir anglaylik. Menimcha ko'rmanlarimiz mush riyosatchi gapni bir jiq qilmasa, shu naqshni bir anglasak deyotdi hozircha. Rahmat. Ikkinchi naqshingizni bir anglaylik. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlarga tuvandagi xalq naqshini o'rlab bersam, yoqtirib anglag'aysizlar. Qani, marhamat. Taşlaşıp çudaşmıgan Neticil bile yürüp Kangıdek mungdaşmıgan Oy Kangıdek mungdaşmıgan Rudut etmem bala, kulda yugan ketmen, kulda yugan ketmen. Dedangni
Manga etme bala, men senden tula dertmen, men senden tula dertmen. Oy, men senden tula dert. Ayımlı sayım depmedle, merimli sayım depmedle, qambanı sayım depmed. Yaxşı ködüm dep koysam, bir qarab qo'yapmidle, bir qarab qo'yapmidle. Oy, kel oynaylı bağlada, bu ko'nglik chog'lar. İşkəngdim tula ösəm, manga köyüdü demsen, manga köyüdü demsen. Menden başka yarı yok, köyüp öldü demsen, köyüp öldü demsen. Oy, kel oynaylı bağlada, bu ko'nglik chog'lada. Kel oynaylı bağlada, bu ko'nglik chog'lada. Kel oynaylı bağlada, bu ko'nglik chog'lada. Aslında isem körümenler aldı azırak hicli oldum, bu tas kaldım ısıl oynamak gibi. Rahmet. Beşçirelik ettiniz zaten. Ameliyatda faaliyetlerimiz, keçiliklerimiz sizden bana şundak güzel halk nakşıları bilen beyip geliyordu da. Ama bayağı özünüzüm dep ettiniz. Meyli kiyim keçek, meyli yasınış, meyli muşu kesipteki her bir halkılara en yukarı talabını koyman dep. Muşu en yukarı talabını koyuş jarayanda menimce ailedekilerinin kollaşıdan ayırıp kargılı bulmaydığı deymen dep oylayma. To'g'ri, oilaning qo'llash bo'lmasa bundaq muvaffaqiyatlarim qo'lga keltirgili bo'lmaydi deb o'ylayman. Mening yo'ldoshim Moliya iqtisod universitetining professori, Germaniyaning Munix dashesida o'qigan. Shunday zo'r bilimlik yo'ldoshim. Dangli bo'lay shu banada. Yo'q, maqtash kerak. Bizni shunchalik qo'llaydi. Meni qo'llaydi, o'g'limni qo'llaydi. Qo'llag'ashqa mening har qanday kiyim-kechaklarimni yo'ldoshim tanlab berdi. Aynen aşta anlagandım da. Gülbahroz'un kiyimlerini yoldaş çokup renglerini masajlırıp berdi dep. Şu bizni shunchalik qo'llaydi. Ma kiyimni kiyib chiqsang shunday chiroyli chiqsa, ma naqshning teksti bo'lmabdi. Tekstin manda to'liq olmasang bo'lmaydi. Deb menga shunchalik ko'ngil bo'ladi. Shuning uyda bizning hamda qanda musiqa chalayli desak, biz naytdi xushallik bilan yo'ldashim buning qo'shilib nayt birlikda berib ani ilinglar mani chalsang deb bizning uydami musiqa shunchalik ko'p. Meni shunchalik qo'llaydi. Mush munosabat bilan yo'ldashimga alayda rahmat aytaman. Albatta rahmat aytamiz. Sizning eng go'zal natijalarınız ana shu oilaniki qo'llashidan kelgan. Shundoq. Gulbarada bugun aytimi qisqagina vaqtda qisqagina mungdashdiq. Amaliyotda paranglarimiz pek ko'p. Shu. Programniki vaqti qisqa bo'lganligi uchun mush yerda xo'shlashib turayli deb o'yladim. Ammo mening tiligim shuki, Gulbarada go'zal naqshlaringiz hargizmi to'xtab qolmasin. Albatta, idarada ovoz artistlik xizmati bilan shug'ullanyapsiz. U kasbni normal etmayapsiz. Balkim shu jiddiychilik tufaylidan nurg'un naqsh aytishda, yangi naqshlarni chiqarishda bizning ehtiyojimizni qamdab bo'lamagan bo'lishi mumkin. Shundoq. Chunki biz Gulbaradan naqshni esutga, yana yangi naqsh chiqsutga deb taqozo bo'layapmiz emasmi? Cho'qim meni davomli tirishim. Rahmat bugun Umlik Sadosi programmasi orqali sizlar bilan didorlashganligimdan, xalqim bilan didorlashganligimdan intayin bek zo'r xushallik his qildim. Sizlarga rahmat. Rahmat jinimada. Program guruhimizning sizga ko'ngil so'g'isi va shimboq badan asas chaylari. Qo'y rahmat. Güzel bo'lib ketdi. Rahmat. Xo'sh, ikraldagi qadrli ko'rmanlar, mening suyumlik hadam ko'p qirliq san'atkor Gulbahor Ro'za xonim bilan qisqagina bo'lgan suhbatimiz mana bu yerda oxirlashdi. Albatta, eng go'zal tilaklarimiz yanala ataqli san'atkorimiz Gulbahor Ro'za xonim uchun rahmat. Rahmat. Xo'sh, biz keyingi programmamizda ko'rishaylik. Salomat bo'linglar. Xayr xo'sh.